Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri Avlatla Torbeti'ye hoş geldiniz. Hazır Ahad Turdi'nin Sersan Ruh namlı romanını okuşunu davamlaştırırız. Körvatqınımız, mən yaqında Gresiyanın Paros arılıdı tartqan, səhərdə quyaş götürülüb atqan mənzərə. Güzel mənzərdən bəhri alğaş, diqqətiniz romanda bolsun. 5. bab. Mısırdan kelgen elçi. 1. Atxan Haram məscidinin yenidən çiraylıq bir dukanını icarəyə aldı. Öz təbiətinə yarışa dukanın iç sırtını pakiz axlab, udul tamğa yoğan əynek bekitdi. Kosu orunduq toluqladı və dukanın mağlıyığa Uyğurca, Ərəbcə, Atxan Satraşxanısı degan xətlər yazılğan körkəm bir viveskini asdı. Hazır onun dukanı xeyridarı çöp qətlərlə əməz, bəlkə Iraq yaqındakı tonuş bilişlərmə kirib, yeni xəbərlərini yetkizadigan, soq söhbət qurub, iç puşğunu çıxırdıgan qaynaq sorunğa aylanğan idi. Bugün kəşki yaqın dukan xeyli azadı olub qaldı. Atxan yerlərini seyirib süpürüb, su çaşdı. İşik derislərinin yoçuqlardan kirib alğan paşı çivillərini löngü bilən urub qoqlab çıxardı. Andan dukanның bulunğağa qoyulğan küpdən bir nogay muzdək su elib, əmdə içib turuşığa əzəl görüb baxmağan salabətli bir xeyridar "Assalamu alaikum" deb kirib gəldi. O bütünləy ərəbcə giyinib alğan idi. Qara iqal bilən bastırıb alğan appaq yipək romili gədinigiçə düşüb turatdı. Uçsudumu oşqıqıca yepib turğan yipək köңlək bar idi. Şuncha issiq bo'lishig'a qaramay, köңləkning tögməsini hem etib alğan idi. Bu adamның qo'lida nəhayət chiroyli, parqiraq haqiqiy tasvir turatdı. Onun qo'rq basqan keng mağlıydan, nuru qaşmıgan ötkür gözləridən və parqirab turğan qarmatuq chiroyidan aqli idrakliq, köp iş görgən, dilkash odamligi chiqib turatdı. Atxan o'rnidan turib, hurmat bilan onunğa salam yandırdı. Xeyridar udul berib, əynəkning oldidagi yo'lanchuklik o'rindiqqa o'ltirdi və beshidagi romeli bilan iqalni yeniga elib qo'ydi. Atxan onun bo'yniga partuq tartib, shalanqishqa boshlagan mash gurish chechini ovulashqa boshladi. Atxan mehri issiq, natonish bu xeyridarning chechini nəhayət siliq tushirdi. Saqilini tücübülab yasidi. Qo'l və biləklərini ovulab yenik silkidi. Barmaqlardan qas chiqirib, nəhayət tetik və rahatlik qilib qo'ydi. Qo'llari bəh yengilishgan ustam, dedi bu odam razımanlik bilan Atxanға qarab. Qachonlardan mundaq yaxshi hunarni o'rganib olgandila? Atxan javob berishning oldida bu odamga lippida bir qaradi. O boydan beri bu odamning arab yoki o'z yurtligi ekanligini bilolmay yoki so'rashga betinolmay tit bo'lib turgan edi. Mana endi bu odam o'zi uningga gap qildi. Gap qilgandimi to'liq va ravon ona tilda so'zladi. Uning talaffuzidan oz-to'la xotinpurg'i chiqib turadi. 10 yoshgacha qariyxonada o'qidim, dedi Atxan nəhayət təbii və erkin halda öz haqqında so'zlab. Lekin inna ataynani yodga ololmadim. Dadam rahmatlik xafa bo'lib, tiling o'qishga kelmagan bo'lsa, qo'ling hunarga kelsin deb bir satrashqi shogirdlik tutib berdi. Ustam tazmo zardilik, chekarman odam edi. Uning qo'lida 1 yil aran chededim. Mana endi shu 1 yillik chala bo'li hunar asqatdi deysizlar. Atxanning kichik bolada ko'ngilchak va samimiyligi bu natonish xeyridarni ta'sirlantirdi. O yangi boshdan deraza yenidagi o'rindiqda o'ltirdi va Atxan qo'yib bergan mustak suvni ichgash parang'i tushdi. Odam bolasi uchun o'rgangan narsa behuda bo'lmaydi ustam. Her nima bo'lsa, yaxshi hunarni o'rganib qo'yib kelganlar.
Dünyada bunundan mı pakiz, hasiyetli iş yok. Öz vaqtida Peygamberimiz muşu yerde haş tavaptın keyin çaş düşürüvatqanlarını görüp, "Ey Allah, muşu çaş düşürgenlerge bəxit, saadet ata qilishingni tilayman" deb dua qilgan. Bugün Allah'ın kudretide sili bilen tonuşup kaldık ustam. Mening ismim Pasar Axun. Bu yerdeki kişiler Pasar Hacim deydi. Özüm Xoten Qaraqaşlıq. Bunundan 25 yıl burun dadam bilen hajga çıqqan. Qaytish vaqtimizda dadam beni Mısırga apırıp Camiul Azharga orunlaştırıp koyup ketken. O yerde 9 yıl okup ilim tahsil qildim. Andın öylünüp tirikchilik üçün ticaret qilishga başladım. Hazır Yemen, Arabistan, Şam ve Irak taraflarga berip kelip duraman. Al günüm yaman emas. Bir necha qitim yurtga baray deb mubaralmadim. Allah bizning rizqimizni mushu taraflarga chechib etgan o'xshaydi. Bu odam so'zdan to'xtab, hijr tavaqdagi suvdan bir o'tladi. Atxan onun özünü pisantiga elib, ochiq ko'ngillik, dilkashlik bilan yurak sirlarini aytganligidan bakmi so'yindi. Shu tapda har ikkilarning ko'nglida bir xil yaqinlik, hurmat va samimiylik tuyg'usi o'rin olgan edi. Atxan endi suhbatning temasini o'zi necha vaqtdan beri o'ylab, tegiga yetolmagan bir ishning ustiga boradi. Özleri köp okugan, okumuşluq adam ekanlar. Men burun yurtimda öşri zakat berip, Peygamberning sünnetlerini, musulmonlik farzlarini ado qilib kelgan edim. Lekin hozir qo'lim qisqa bo'lib, zakatning savobidan mahrum qoldim. Buningga ko'nglim bakmi yerim. Özleridan so'raydiganim, shariatda buning o'rnini to'ldiradigan boshqa yo'llar bormi qandaq? Zakatning ma'nisi paklashtirish deganlik bo'ladi ustam, dedi Pasar Hacim uning ko'nglini tushunib. Kishilar o'shri zakat orqali o'zining mol dunyosini paklashtiradi. Bir hadisda mundaq deyilgan: Namoz mo'minlarni jannatga kiradigan yo'lning yerimiga ilib boradi. Ramazon ularni jannatning eshigi oldiga ilib boradi. Zakat bo'lsa, ularni jannatga ilib kiradi. Bu haqda men sizlarga bir hikoya aytib beray. Qanday qilishni shuningdan bilib olsizlar. Xo'ja Abu Nasr Samani avliyolik kamoliga yetgan zot edi. U kishimi payg'ambarning sunnatlari deb savdogarchilik qiladi. Lekin boshqa savdogarlarga o'xshash nafsoniyatchilik qilmasdan, balki pul tepib, Xudoning bandalariga zakat beray, zakatning savobidan mahrum qolmay deb savdogarchilik qiladi. Bir kuni murtlardan biri: "Ay xo'ja, shuncha pul melangiz turib, yana nima uchun savdogarchilik qilasiz?" deb so'rabdi. Xo'ja Abu Nasr: "Ay murt, yaxshi aytdingiz. Men aqlimga kelgandan buyon payg'ambarning sunnatlarini tashlamadim. Xohi safarda, xohi yurtda turgan vaqtimda bo'lsin, xalqqa zakat berib, foyda yetkazdim. Agar savdogarchilik qilmagan bo'lsam, zakatning savobidan mahrum qolgan bo'lardim." Ay murt, siz anlamaganmi? Bir kuni ulug' payg'ambar Muhammad alayhissalom masjidda o'tiradi. Bir necha sahobalar kirib: "Ay Xudoning payg'ambari, boshqa sahobalar boy bo'lgani uchun zakat berib, zakatning savobini topadi. Biz yo'qsul bo'lganligimiz uchun zakat bergili pulimiz yo'q. Zakatning savobidan mahrum qoldik. Siz bizga zakatning savobini hosil qilgudek biror ishni buyursangiz" deb iltimos qilishdi. Bu chaqda Muhammad payg'ambar: "Ay sahobalar, kunda namoz bomdatni o'qib bo'lib, 33 qitim alhamdulillah, 33 qitim subhanallah, 33 qitim la ilaha illalloh desanglar, zakat berganning savobini topsizlar" deb buyurdi. Shuning bilan bu kambag'al sahobalar xo'shal bo'lib, har kuni namoz bomdatdan keyin yuqorqilarni saboq qilib o'qidilar.
Düşendim, dedi Ataxan xoşallıqda orundan turib. Əmdi könglim yordu. Meni qiyin bir işdən xalas qıldılar hacım. Sizlərə köp rəhmət. Yanıla o'qigan ulug', o'qigan kuchlik ekan. Shu uchrashishdan keyin hash-pash degicha 10 necha kun o'tib ketdi. Bu araliqda Pasar hacim Madina, Taif, Dammam qatorliq shaharlarga bordi va bir payshanba kuni tushdan keyin tuyuqsiz yana Ataxonning do'konida paydo bo'ldi. Qandaq ustam, dedi u bo'sug'idan otlabla qizg'in hol so'rab. Kunlari yaxshi o'tyapti. İnşallah yaman emas, dedi Ataxon hurmat bilan o'rnidan turib. Ata-onamiz axlatinglar oltin, kulinglar kumush bo'lsin deb duo qilgan. Mana shu duoning barakati bilan Xudoga shukr, oyog'imizdan shamol o'tib turyapti. Pasar hacim yana chechini qirdirib, soqol bo'rtini yasatdi. Bu jarayonda bu qitimqi safari va tijarati to'g'risida so'zlab berdi. Ve ahırda Ataxon zadili xiyoliga keltirib bakmagan bir savolni so'rab qoldi. Ustam, soylarni ishga qilish niyatlari yo'qmi? Odam qiyragan sari vafodar bir jo'riga muhtoj bo'lib qoladi. Sizlar buni o'ylab baqdingmi? Ataxon huduqib tamtirab qoldi. Qo'lidagi usturimi Pasar hacimning soqolida to'xtab qoldi. O rastınla bu işini o'ylab baxmagan edi. Onun barliq fikri xiyoli Akbar tezroq cho'ng bo'lsa, biror obdan qiz tepib, shuni uyga kelib qilib akrab elishdi edi. Lekin bugun tuyuqsiz o'tirg'a chiqqan bu kutilmagan savol xuddi bir tal xislatlik tayoqdek uning yuragidagi o'chay deb qolgan erlik o'tlarini qo'chib, maltilab, puvlab yelinjitishga boshladi. Ustam, nima bo'ldi? Dedi Pasar hacim Ataxonga qiya baqqanicha kulib. Hayajonlanib, asirga yigitlik chog'lari tushyaptamdi nima? Yo'qsu, taqsir yo'qsu, dedi Ataxon darhol o'zini o'ngshab. Menga bu savol bakma tuyuqsiz g'alati tuyulib ketdi. Nemiz g'alati? Pasar hacim endi jiddiy talaffuzda so'zlashga boshladi. Sizlar yurtdan jiroqda hijratda yashayotadilar. Sizlarga hozir issiq tomoq, pokiz kiyim, yumshoq o'rin kerak. Uning ustiga odam qiyragan sari og'riq siloqdan xoli bo'la olmaydi. Bundaq chaqda sizlarni xotinlardan boshqa hech qanday odam kutilmaydi. Bu ishni obdan o'ylashmaslari bo'lmaydi. Men gapni ochiq aytay. Sizlar bilan birinchi qitim ko'rishgandala ko'zimga issiq ko'rindilar. Az to'la ahvollashdik. Onundan keyin men sizlarni boshqalardan uqishdim. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, halol ekanlar. Pasar hacim so'zdan to'xtadi. Bu araliqda Ataxonmi uning soqol bo'rtini yasab bo'ldi. Endi u kiyimlarini tuzashtirib, bir chatdagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi va ussuzlik ishkash so'zini davom qildi. Mening Xudo yo'lida bir savobliq ish qilg'im keldi. Mening Qohirada Mustafa Suyman ismli bir turk og'inam bor. U cho'ng gazmal savdogari. Qohiraning Davon rastisida katta magazini bor. Uning ayoli Misrlik arab, qizi Suhayba turmushda baxtsizlikka uchradi. Eri 7 yilning oldida siyosiy to'polonga aralashib o'lib ketgan. Shundan beri bu cho'kan ota-onasining xizmatini qilib chiroyli o'ltirdi. Men sizlarni yomon yerga soy qilmadim usta. Esilda xato yo'q, bi esilda vafo degan gap bor. Uning tegi esil tarbiya ko'rgan, jahon ko'rgan odam. Suhayba mu pok, xushxuy cho'kan. Xushxuylik inson vujudidagi eng yaxshi, eng chiroyli sifatlarning biri. Ataxon nima deyishni bilolmay birdan tomshinib turdi.
O tepçeme aq toppusini tüzəşdürgəş nemi deyişini oylandı. Uluqlar nəsliga miskinlərinin ulaşmıqı malal iş bolarmıkin təqsir? Dedi o axır kəminə kəmtərlik bilən. Bu gəpləri behudu boldu ustam, dedi Pasar Hacim yaxtırmağanda qiyafətdə. Uluqlarmı, miskinlərmi oxşaşla Xudanın bəndisi. Biz özümüzni nime çaqlamaylı həmməmiz Xudanın nəzərdəki bir çömölə. Oğu şundaq, dedi Atxan və xiyalğa çömüb şükləb qaldı. Əmdi o birər orunluq səbəb görsütüb Pasar Hacimnin təklifini rədd qilishqa amalsız qalğan idi. Mən bir neçə gündən keyin Qahirəyə qayıtımın, dedi Pasar Hacim ketiş üçün orundan turub. Bayı degan gəplərim dostana bir məslihət. Musafirçılıqda bir-birimiznin xəmini yemsək bolmaydı. Oyluş baxsıla, nikah degan g'ayib narsa. Biz niyet qilgan bilan ishning vujudga chiqishi yanala taqdiri Allohga bog'liq. Atxan o'rnidan turib, uni eshikning sirtig'icha uzatdi va og'ziga tegmay O'ylashiman, jazman o'ylashiman taqsir. Yaxshi ko'ngillarga rahmat, dedi va oxirida alohida qo'shib qo'ydi. Bizning kichikkina g'amxonimiz bor, taqsir. Vaqtlari yetsa berib to'palarini qiqib ketsinlar. Ikkinchi. Atxan bu ishni hech kimga tinmadi. 3 kungacha o'zi qattiq o'ylandi. Qandaq o'ylamasin, Pasar Hacimning so'zlari yo'lliq, o'rinliq bo'lib chiqadi. Demisimi, hozir uning bu kichikkina g'irib kapsiga bir ayol zoti namozdanmi farz bo'lib qolgan edi. Musafirchilik ichida bundaq yakka-yegani o'taverish o'zini xo'rlash va aldashdan boshqa narsa emas edi. Şoğunisi o mushundaq xiyallarını qilgan vaqtda ba'zida o'zini qadinas ayoli Xantillaning oldida ayibgardek, uningga yuz kelolmaydigan ishlarni qilayotgandek tuyg'ularga kelib bearam bo'ladi. Lekin yana g'oyibona holda o'zini aqlab, men uning ustiga qasdan to'qal olmadim. Bizning ayrilganimizga 3 yildan oshdi. Bundaq zo'ruriyat nikahını Allah rava gördü. Xantillamo keçirdi, deb öz-özüge təsəlli verərdi. O yan oylab, bu yan oylab, onunmu kallasının ötdi. Lekin Əkbər nime deydi? Başqa yurtdan kelgan natonuş bir ayalның tuyuqsiz bu uyga ögey ana bo'lib kirishi, bort xat tartib, bəst boyu lo'ngada o'sib qolgan bir yigit uchun qandaq ta'sir qiladi? Agar u loyiq ko'rmasa, bu ish hargizmi ishga oshmaydi. Atxanmi o'g'lining ko'ngli uchun mangu mushundaq yakka-yegani o'tib ketaverdi. Atxanning tuyuqsizla bundaq shuklab, kam so'z bo'lib qelishi Akbarning diqqatini tortdi. U dadasining ko'nglini bearam qilayotgan ishning zodi nimaligini bilish uchun bugun kashlik tomoqdan keyin meva yeb o'ltirib eg'iz ochdi. Dada, bir necha kundan beri bakmi jimib ketdim. Biror yering og'riyotamdi qandaq? Nima gaping bo'lsa, menga aytqin. Bunda qilsam, men bak qistilib ketadi ekanman. Akbarning so'zi Atxanni ko'nglidagi sirlarni ochiq aytishga qistadi. Bir hisobda bu yaxshi ish bo'ldi. Savol so'ralgan ekan, cho'qim javob berish kerak. O'g'lim, yaqindan beri men bir ishga duch kelib qoldim, dedi Atxan necha kundan beri dalag'ulliqni bir chetga qayirib. Bu ham menga, ham sana taalluq ish. Endi ochiq aytmasam bo'lmaydi. Ba'zilar mening soyamni ishga qilib qo'yish ko'ydi bo'layotdi. Atxan o'g'liga Pasar Hacim bilan tonish jarayonini va uning bilan bo'lgan suhbatlarni ujur-bujurigacha qo'ymay so'zlab berdi. Akbar bu gaplarni anglab o'ylanibmi o'ltirmadi. Balki xushallangan, hayajonlangan holda
mundaq dedi. Dada, bu bəkmi yaxşı gəplər ikən. Sən bundaq ötüversən bolmaydı. Helemo şuncha vaqtdan beri manga hem ana hem dada boldun. Bəzi günləri tamaq etken, kiri yuğan, uy süpürgen işlerini görüp gözlerimge yaş gelgen. Biz əmdi amanetge yaşap özümüz aldap jürmeyli. Təqdir qismetimiz şu oxşaydı. Əmdi mən çoğ boldum. Birer mustaqil iş qılmısan bolmaydı. Sana çoxum yaxşı bir həmrah gerek. Eğer halsanlar, mən senin beşiğini öz kolum bilen onlap koyumun. Adxanның közüge ğılladı yaş geldi. Oğlunun işgüherlik bilen etkan samimi, çin sözleri, onun köңlüdeki dilxəsliklerini kötürüp, bir neç günden beriqi diliğolluk, arsaldılıklarını nələrge durup gayip qılab etdi. Adxan bugün oğlunun rastında çoğ bolğanlıqıga, japalık turmuşda pişip, onundan yeterlik aql idrak tapqanlıqıga işendi. Bu işenç onu özünün təqdiridən, kelgüsüdən və yıldızıdan hatırjap qaldı. Yaqından beri Akbarda mustaqil iş qilish ideyasi pişip yetilib atatdi. Bu ideyani onun kallısıga dostu Haris salgan edi. Haris hazır Ummul Quru Üniversitetideki o'qishini to'xtatib, dadasining tijorat ishlariga yordamlashib atatdi. Dadasi o'tgan oyda tuyuqsiz yurak kesili bilan yiqilib, nihoyat tasda qutuldirib elingan edi. Doktor uni herib charchashdan, haddidan ziyoda xushalliq, xafiliq va hayajondan cheklagashga, u hozir uy bilan masjid orlig'ida ko'proq yurib, yiroq yaqindagi tijorat ishlariga o'g'li Harisni chiqarib qo'ygan edi. Haris o'qimishliq, chechan bo'lg'ashqa tijoratning epi-jepini nihoyat tezli egilib oldi. Haris hozir Xumdonga pat-pat kelib, Akbar bilan ko'rishib, ahvollashib turardi. Ham uni Xumdonning hisobot ishlariga yordamchi qilib qo'ygan edi. Bir kuni u Akbarga do'stonlik bilan mundaq dedi. Adash, bundaq ketaversang, mangu qad ko'tarolmaysan. Özümning manfaatini desam, seni bu Xumdonda mangu ishlatgim bor. Lekin bu odillik bo'lmaydi. Sen zoyi ketyapsan. Meningcha senmi bir do'kon ichib, mustaqil ish qilib baq. Tijoratchi deganning yo'li bir bo'lgan bilan rizqi boshqa. Lekin do'konni dadin topaman, adash, dedi Akbar qiziqish va umidsizlik bilan. Özün bilirsən, Məkkədəki bazarlardan dükkan tapmaq təz həm bək qimmat. Mən yardım qılıman. Harisning sözləri samimi həm kəskin idi. Bazar degan Məkkədəli emas. Məkkədən tapalmasaq, Ciddadan tapımız. O yer degan ochiq bazar. So'd Setiqning qoynimi. O yerda mening bir tog'am bor. Shuningga aytsaq yordamlashadi. Mana shu suhbatdan keyin Akbarning ko'nglida do'kon ichish ishtiyoqi tug'ilib, yangi bir tirikchilik plani qad ko'targan edi. Adxan o'g'lining muddasini tushunib, ichida xushal bo'ldi. Uning nazarida Akbar So'd Setiq tijorat ishlarida texi pamsiz, giri edi. Agar do'kon ichib mustaqil tijorat yo'liga qadam qo'ysa, uningdagi mana shu ojizlik bilan bo'shliq asta-asta to'liqlanadi. Şoňa Adxan, "Bopdy balam, do'kon açsaň aç," dedi oğluğa medet berip. Tijoratmi İmam Azamning yo'li. Halollik bilan 5-4 tanga tepip yeyish yo'lluq. İşlarni planlash insondan o'g'lim. İşning pütüşi Allah'dan. Xudo saňa yar bolady. Pasar hajimning Qahiraga qaytadigan kuni yaqinlashib qolgan edi. Adxanmı bir fikirge kelip qoydu. Oğlunun razılığı onun aldadaki barlıq tosalgılarını süpürüp taşlagan edi. O, əmdə xoşallıq və köngül azadlığı bilən Pasar hacimға cavab berələydi. Pasar hacim qaytışdan 2 gün burun dokanğa geldi və çat saqılını aldırğaş mənilik qılıb mundaq dedi. Ustam, İslam şəriətində 3 nərsədə şək yox deyilgən. Birincisi, kölde şək yox.
Onundan adammı, hayvanmı su içidi. İkinchisi tağardı şek yok. Onunğa aşmı alıdı, taşmı alıdı. Üçüncüsü xotundu şek yok. Onu u mu alıdı, bu mu alıdı. Mende mi şek yok təqsir, dedi Atxan bu geplərinin tegiga yetib. İnşallah, yaxşı niyetlere işq eşib, mendek fikir musafirinin haceti rava bolup qalsa əcəb emas. Ondaqda bir fikirgi kepli de, dedi Pasar hacim hayyarlıq bilen külüp. Şundaq, oğlummu qoşuldu, dedi Atxan köңlidikini uçuq eytib. Əmdiki gep silidi qaldı. Xuda buyursa, yaxşı xəbər kütkəylə. Pasar hacim ordudan turdu və bir iş esiga kelgəndək Atxandan sordu. Özlərdə birər parça sürət barmı? Atxan bu sualının mənisini dərhal düşəndi. Öz vaqtida pasportqa işlətgən sürətdən birər parçası turğanda qılatdı. Mən öyge qarab baqay. Şunu tepib, ətigiçə mağa yetkizib bərslər. Obdan. Atxan onu dukanның sırtığıca ustup çıxdı. Ular xoşlaşqanda keşki şəpəq kötürülüb, Məkkə asmını acayip colalıq, cilvedar tüskü kirgən idi. Üçüncü. Pasar hacim bir ayğı yetməy Məkkədə yeni peyda boldu. O kelgen günüla Atxanның dukanıga kirib, 4 son çoğunluqdaki bir süretini onunğa körsetdi. Atxanның göz aldıda qaş göz kelişken, qanşarlıq, dumulaq yüzlük, tolğan bir çokanның cəlibkar siması namayen boldu. Bu Suhaybənin muşu qitim düşkən yeni sürti idi. O semizrək, amma çıraylıq idi. Yeşi 33'tün halqıgan bolsumu, lekin məscid bozulsa mihrabı qalıdı degendek, yaşlıq latapti, texi tögümegen, qaş gözü güzel, rayiş cuvan idi. Onun surətdəki nursuz gözlərimi adamga bir xil mulayim və səmimilik bilen tikilib duratdı. Qandaq, çokanı özlərə yaxdı mı? Dedi Pasar hacim gözlerini hayyarlıq bilen oynatıb. Mən demedim mi, o silige yigitliklerini əsiltidigan, qiyirliklerini bilindirmeydigan xotun boludu. Dünyada barı tepilur, yarı tepilmaz. Yarı tepilur, vapadarı tepilmaz degen gep var. İnşallah o silige vapadar xotun bolup qalıdı. Xotun degen qaqsı qozuq, ilsi ilmek boluş gerek. Çin gepni etsam, suretlerini körgenden keyin Suhaybə nemi oylagan, bir neç gün geçi gep qılmay turubaptı. Keyin ata-anısı nasihat qilib, razılığını aldı. Məzlum haq emasmı? Köz qorqudu. Onun üstüge yurtunu taşlap bu yerge keladigan gep. Dərvəqə Suhaybə yaxşı gördigan eri tuyuqsuz qaza qilib, taza paqlan çokan bolğanda tul qalğan idi. Tulluq onunğa dəsləb iğir tuyuldu. Ar gəldi. Yalğızlıqda ötken günlər tolumu asta və mənisiz boldu. Lekin o çididi. Asta-asta qeyriblik, tənhalıqqa könüb mü qaldı. Əmdilikdə o turmuş, ərdigəllərini xiyaladın neri qilib, ata-anısı bilen tenç, xoşal-xoram yaşavatqanda, kütülmegəndə bu surət peyda bolup, onun fikir xiyalını çalğıtıb etdi. O yatqığı bekini bilib, bir neç gün geçe ciddi oylandı. Özü texi körüp baxmağan, jiraqdiki bu layiqqa maqul deydiyse, nemi üçündür közü qorqup, yüregi silip getətdi. Yaq deydiyse, ata-anısığa içi ağır etdi. Ular onun qiymədə kündün künge qeyrib ketib atatdı. Özümü bəzi günləri pərsənd yüzü görmək, bu dünyadan nam nişansız ketib qelişdən ökünüb, urup qoyatdı. Şundaq peytdə ata-anısı Suhaybənin uzaq yıl qeyriblik dəştide ezib yürgen qalbini oyğutup, hayatqa, turmuşqa və ailəge bolğan qiziqishini qaytadan qozğadı.
Şunun bilen onun yürekide, vücudida uzaqdan beri his qilib baxmagan bir xil illiq, nazuk ve şirin tuygular uyg'ondi. Şu çağdala Suhayba özünü iğri dertke mubtala qilgan bu yurtdan bir mezgil ayrılıp, yaşlı qalbiga o'rnab ketgan jarohatlarini jiroq notunush yerlarda saqaytib olish uchun qit'a atlab Makkaga berib, shu yerda uy o'choqliq bo'lishga razı bo'lgan edi. Omadlari bor ekan ustam. Bir parcha surat bilanla yosh chiroyli bir cho'kanning ko'nglini tutib oldilar, dedi Pasar Hacim chaqchaq qilib. Topa ko'nirg'an seri churaydi. Go'sh ko'nirg'an seri sesaydi. Er kishi topidan bitgan. Shunga biz qeyrig'an seri xuddi topadak soz, unumlik bo'lib ketdimiz. Xotin kishi go'shdan bitgan. Shunga qeyrig'an seri sesigan go'shdak bettamlashib ketadi. Shunga sizlar qeyri bo'lsizlarmi? Suhaybaga yarag'anda. Atxanның Qahiradan o'ylanmoqchi bo'lganligi hoy-to'y degicha Iroq yaqinga tarab ketdi. Bu xabar ham shaharlar ichida qiziq suhbat temasiga aylandi. Ba'zilar yaxshi bo'pti, qeyrig'anda baxt yechilibdi deb olqishlasa, ba'zilar cho'ng yerga eslibdi, maqsadi xotini elish emas, nab elish deb uning g'ororiga tegadigan gaplarni qilishdi. Bir kuni Bektömerning uyida birsi mushundaq gaplarning bo'lib atqanligini aytganda, Atxan nihoyatda tamkinlik bilan ma'nilik qilib mundaq dedi. Biz bu yurtqa musafir. Musafirning ko'zi bo'lsa-mu, yo'li qarang'u bo'ladi. Shunga bizga yo'l boshlaydigan, homiy bo'ladigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Dadam menga o'z vaqtida mundaq bir hikoyani aytib bergan edi. Jangallarda qara quloq deb ataladigan bir hayvon bor ekan. U hamisha shirning orqasidan 100 qadamcha orliq qoldirib mangadi ekan. Shir nega borsa, u shu yerga boradi ekan. Zodi ayrilib qolmaydi ekan. Buni ko'rgan nurg'un hayvonlar qara quloqqa hayron bo'pti. Oxir bir kuni tulki asta uning yeniga berib, "Birodar, sen nima uchun hamisha shirning orqasida yuraysan? Ya u sening xiling bo'lmasa?" deb so'radi. Tulkining savolini anglab, qara quloq mundaq debdi: "Hey ahmaq, agar men shirning orqasida yurmagan bo'lsam, mening bu kichikkina jinim bu chaqqicha omon qolamdi. Meni yeyishni o'ylagan har qanday maxluq oldimdagi shirni ko'ribla ayminadi. Menga chaqirishga petin olmaydi. Yana birsi, men hamisha shirdan oshgan o'ljilarning qoldi qutisini yeb to'yaman. Endi oningdan 100 qadam orliq qo'yib yurishim har ehtimolga qarshi uningmi hujumidan saqlanish uchun." Mana bu qara quloqning yashash yo'li. Turmushdami odam ba'zida o'zini qo'g'dashning, muhabbat qilishning yo'lini bilmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa behuda nobud bo'lib ketadi. Chunki bu dunyoda zulmsiz yer yo'q. Kuchliklar ojizlarni, cho'nglar kichiklarni bo'za qiladigan ish hamma yerda bor. Bu kunlarda Atxan to'yning tayyorligiga jiddiy kirishdi. Uni hozir Pasar Hacim aldiratmasimi, o'zi aldirab qolgan edi. Uyning ich-teshini oqlatdi. Ko'ni bozordan qadimki pasundagi qo'sh kishilik yog'och karvat bilan bir dona ishkab oldi. Yotgan ko'rplarni yengiladi. Buning bilan uy xeyli saramjon, yo'ruq ham ko'rkam bo'lib qoldi. Atxan Pasar Hacim bilan billa Qahiraga minishga tayyorlanib yurgan kunlarda Akbarmu Jiddadan bir do'kon hal qilib, shu yerga berishga taraddudlanib yuradi. Ular bir kunda yo'lga chiqdi. Akbar dadisini Jidda portidan Qahiraga uzatib qo'yib, ondan o'zining ishini qilmoqchi bo'ldi. Paraxotga chiqib 3 kunlik dengiz safari boshlanadigan kuni Pasar Hacim Atxanning yangi chiroyli ustuvoshlarga havaslanib qarab mundaq dedi: "Xudoyim rizqlarini keng yaratib ekan ustam. Mana dunyoning bir chetidan kelib, yana bir chetiga kuyog'il bo'ladigan bo'ldilar. Yaxshi ayol erning ko'rki,
Öyünün zinneti. Xuda buyursa, Suhaybə siləgə yaxşı cürü boladı. İnşallah, digərləri kelər təqsir, dedi Atxan Pasar hacımğa minnətdarlığını bildirib. Bu işdə özləri atadarçılıq qıldılar. Mən siləgə işinəmən. Paraxod güdük toğlab qosqaldı. O, xuddi su üstüdeki gayet zor ləhəndək dolqun yerib alğa silcəydi. Atxan yıraqda qol pulanlatıp qalğan Əkbərdin közünü üzüb, bozamtul upuq bilən gərəlşib ketken bipayan dengizға nəzər taşladı. Maqıl əmsə, bugün muş yergici oqub berey, davamını kelər qetim anlığayız. Aman bulun, xeyir xoş.